Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi yurtdoshlar. Yana bir xonadonimiz Uchqo'rg'onda Tunaka fonishini o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu xonadonimizni ofishiy hisobi 23 million 120 mingga tayyor bo'lgan xonadonimiz. 170 kvadrat tunaka ishlatganmiz 04 listimizdan va 21 metr tarnov qo'yib berganmiz. Ikkita oyna rombilari bilan bunaqa ko'rinishda bo'lgan. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga hozir qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman. Qilgan ishlarimizni qayerlar 170 kvadrat tunaka bo'lganini o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, Uchqo'rg'ondagi 170 kvadratlik ishimiz aytib o'tganimdek 23 million 120 mingga tayyor bo'lgan xonadonimiz. Tunakafon qildirmoqchi bo'lib yurgan yurtdoshlarimizga videolarimiz manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Hozir qo'ldan kelgancha sizlarga obzor qilib beraman. Bu joyimiz 23 million 120 mingga qayerlarimiz tunakafon bo'lib, nimalar qo'shilib, nimalar bo'lganini sizlarga aytib o'taman. Hozir bu ko'rib turganinglar ko'cha tomonimiz 20 uzunligi 21 metr, tarnov chekkasidan duvolgacha 80 santimetrlik joyimiz tunakafon bo'lgan va tarnovini ham qo'yib berganmiz 21 metr. Tarnovimiz alohida bo'ladi. Manaqa ko'rinishda bo'lgan chig'anag'i bilan birgalikda shilipkasi, usta haqqi, tunakasi hammasi bo'lib 60 ming so'mdan metrini qo'yib beramiz. Tunakafonimizni kvadrati 120 mingdan 140 ming so'mgacha, 130 minglik, 135 mingligi ham bor. Va bu xonadonimizni 23 million 120 mingga tayyor bo'lgan xonadonimiz ko'cha tomonini aytib o'tdim va darvozaxonamizga kiryapmiz. Darvozaxonamizni uzunligi 11 metrga 360 lik darvozaxonamiz shunaqa ko'rinishda darvozaxonasini qilib berganmiz. Ikkita oyna rombi qo'yib berganmiz. Bu oyna rombimiz mashina yasaladi. Tunaka bo'ladi atrofi 8 dona ayna chista aynadan bo'ladi. Shunaqa qilib yopishtirib, germetikaga qo'yib shunaqa ko'rinishda qilib beramiz. Bunimiz alohida summa turmaydi, faqat aynaklari buni bitta komplekt 200 ming so'mdan olib kelib qo'yib o'rnatib beramiz. Chekadagi tunakalari tunakani hisobida kirib ketadi. Masalan, atrofi 1,5 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, 1,5 kvadrat tunaka bo'lib o'tadi. Va darvozaxonamizni aytib o'tdim. Ichkariga kiradigan bo'lsak, ichkarida 26,5 metr uzunligi, 1.30 lik shapkamizga shunaqa ko'rinishda fasonimizni qilib berganmiz. Двойной fason, pianinali bo'lib qilib berganmiz. Bu xonadonimiz, bu joyimiz ko'rib turganingizdek navesimiz starapilaga shunday o'rnagan. Starapiladan ham dachi 10 sm, 15 sm pastga tushib ketgan. Shuning uchun shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Biz o'ylab turib shunaqa ko'rinishda birinchi qosh qo'yib turib, bu kobramizga zarar tegizmagan holatda shunaqa ko'rinishda qilib berganmiz. Bu xonadonimizning uzunligi shapkasi 26,5 metr, polniy uzunligi asha o burchakdan duvolgacha 1.30 santimetrlik shapkamiz. Ofishiy bu joyimiz kvadrati 170 kvadrat tunakani hisobida bo'lgan. 23 million 120 mingga tayyor bo'lgan. 21 metr tarno, ikkita oyna rombik. Xullas hammasi ichida 23 million 120 mingga tayyor bo'lgan xonadonimiz. Lampochkalarni olib berasiz shinori bilan mana qilib qo'yib, chiroyli qilib qo'yib ketamiz. Leysa borligida buni xizmat haqqimizga olmaymiz. Shinorini aytgan joyingizga tushirib beramiz. Tunakafon deganda tunakafon qayerlari, nimalari ichiga kiradi, hammasi ichida deganimizda tushunib olganimiz ma'qul. Bizni kuzatib tursanglar, hamma yo'qda aytib o'taman. Xudo xolasa, bu darvozaxonamiz bo'ladigan bo'lsa, darvozaxonamizni mana shu ko'rinishda oynasini 8 dona bir komplekt bo'ladi. 200 ming so'mdan qo'yib beramiz, 400 ming bo'ladi. Oyna rombidan tashqari hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Shu darvozaxonamiz masalan kvadrat 10 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, 130 ming so'mlik listdan qildiradigan bo'lsangiz, 10 kvadratimiz 130 ming, 1 million 300 ming so'm bo'ladimi? Men obrazni qilib aytyapman-da, 1 million 300 ming so'mga hamma yo'g'i keladi. Reykasi, usta haqqi, samarasi, dastavkasi, jamiki narsasi keladi. Sizdan bir mahal obed bo'ladi, yaqinroq bo'lsa, uzoqroq bo'lsa, iloji yo'q yotoq bo'lib qolishi mumkin. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz 120 mingdan 140 ming so'mgacha. Shu joyimizda hamma yo'g'i keladi. Mana shu tillalari yo'q, xullas hamma yo'g'i ichida. Mana shu tillamiz misol 100 ta ketadigan bo'lsa, 1 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, 130 ming so'm bo'ladi hammasi. Hamma yo'g'i keladi. Sizdan bir misol samarangizni ham so'ramaymiz, hech narsa so'ramagan holatda qilib beramiz. Bu joyimiz ofishiy kvadrati misol 10 kvadrat bo'lsa, 1 million 300 ming so'mga tayyor bo'ladi. Faqat lampochkalarni olib bersangiz, qo'yib berib ketamiz. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, keyingi xonadon sizlarning xonadoninglar bo'lishi mumkin. Ancha-muncha tushunmagan narsalaringiz bo'lsa, telefon qilsanglar bemalol men o'zim tushuntirib qo'yaman.
videoda ko'p narsani tushunmasanglar agarda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.